Farzandingizga har kuni zahar berarmidingiz? Albatta yo'q. Lekin qo'lga har kuni smartfon berib, xuddi shunday qilyapsiz desamchi. Yoshlarimiz bor, dars qila olmayapman, vaqtim yetmayapti deb kelishadi oldimizga. O'z vaqtingni nimaga sarflayapsan deb savol bersak, javob bera olishmaydi. Smartfoniga qarashimiz bilan o'z-o'zidan javob kelib chiqadi. 5-6 soat kamida ijtimoiy tarmoqlar, o'yinlarga sarflanayotgan bo'ladi. Buni o'zi ham payqamagan. Mana bu Andijon shahrida o'zimizning maktablarda o'tkazilgan tadqiqot natijalari. Endi xalqaro statistikaga qarasak, ishonchli manbalardan bo'lgan Demand Sage'ning statistikalariga ko'ra, 12 yoshgacha bo'lgan bolalar kuniga o'rtacha 8 soat vaqtini ekran qarshisida o'tkazishyapti. Bu Waldorf xususiy maktabi. 91 nafar davlatda 1100 dan oshiq filialga ega dunyodagi eng kuchli maktablardan. Yillik to'lovi 30,000 AQSh dollari. Ko'rib turganingizdek, mana shunday obro'li, puli ko'p bo'lgan maktabda hamma narsa 100% offline. Unda darslar bord doskalarida o'tiladi, rasm chizib tushuntiriladi va hatto 8-sinfgacha, e'tibor bering, uyda ham smartfonlar taqiqlanadi. Eng qizig'i, shunday texnologiyalardan xoli bo'lgan maktablarga o'z farzandlarini beradigan ota-onalarning 75% aynan IT sohasi mutaxassislarini tashkil qilar ekan. Tasavvur qiling, o'zlari ishlab chiqqan mahsulotni farzandlari, qarindoshlari ishlatishni xohlashmayapti. Bunday misollar juda ko'p. Bill Gates mana misol uchun 14 yoshgacha farzandiga telefonni qo'liga ushatmagan. Amerikada smartfonlar, ijtimoiy tarmoqlar ommalashishni boshlagandan keyin yoshlarda siqilishning eng baland darajasi, ya'ni depressiya oshishni boshladi. Eng qizig'i, bunday holatlar universitet yoshidagi o'smirlarga ham ta'sirini o'tkazgan. Smartfon va ijtimoiy tarmoqlarning zararlari faqatgina ruhiy holatlar bilangina chegaralanib qolmayapti. O'quvchilar maktablarga smartfonlarni olib borar ekan, avvalgidek tanaffuslarda o'zaro muloqotlar, turli xil o'yinlar sezilarli darajada kamayib ketgan. O'quvchilar orasida begonalashish oshganini, birga vaqt o'tkazish va yaqin do'sti bolalar esa kamaganini ushbu statistikalardan ko'rib olsak bo'ladi. Texnologiyalarning zararlari ta'lim olishni ham chetlab o'tmayapti. Misol, smartfonlar chiqqanidan beri diqqatni bir joyga jamlash qobiliyati qariyb 3 barobar pasaygan. Yuqoridagi yomon holatlar Amerika yoshlari o'rtasida bundan 10 yil avval boshlanib, oqibatlari esa endi yuzaga chiqishni boshladi. Shuningdek, ularda uyqu buzilishi, o'zidan qoniqmaslik, o'g'il bolalarda muvaffaqiyatli bo'lishga ishonmaslik, o'ziga ishonchni pasayib ketishi, erkaklik inqirozi, dopamin sistemasi buzilishi, hayot ma'nosi yo'qolishi, ruhiyat noziklashib ketishi, xotira pasayishi, behalovatlik. Bilaman, endi sizni xotirib yubordim, lekin bizda yechim bor. Tikkoncha. Ismim Said Burxon. Shuhratov maktab o'quvchisi. U bugungi kunning dolzarb masalasi. Maktablarda o'quvchilar telefonga ortiqcha chalg'ishning oldini olishga qaratilgan dastur ishlab chiqqan. Bu loyiha davlat rahbarida katta taassurot qoldirdi Va bizni qo'llab-quvvatladi. O'shandan beri biz bu ilovaga 1 milliard so'mdan ziyod mablag' sarf qildik va 8 oy davomida tinimsiz ish olib bordik. Hozirda maktab himoyasi, ya'ni o'quvchilar maktab hududiga kirganida ularning telefonidagi ijtimoiy tarmoqlar va chalg'ituvchi o'yinlar cheklanishi barcha O'zbekistondagi maktablar uchun mutlaqo bepul. Lekin ota-onalar, birinchidan, ta'lim va intizom faqat maktab bilan cheklanib qolmaydi. Buni Waldorf xususiy maktabining namunasida ko'rib bo'ldik. Va ikkinchidan, bu yoshlarimizni o'ziga qo'yib bersangiz, imkoniyatlardan foydalanishmaydi, bosh tortishadi. Boshida maktablarni nazoratchi qilib, mas'uliyatni ularning bo'yniga yuklash kerakmikin degan fikr kelgan. Lekin hammamiz tan olishimiz kerak. Maktablarning asosiy fokusi ilm berishda bo'lishi kerak. Shuning uchun siz, qadrli ota-onalarimiz uchun soddagina, lekin ko'p imkoniyatlarni beruvchi tikkoncha ota-ona ilovasini ishlab chiqdik. Unda siz farzandingiz qaysi ilovani nechida va qancha vaqt mobaynida ishlatganini ko'ra olasiz. Vazifa topshira olasiz. Va u o'sha zahot telefoniga ovozli xabardnoma shaklida boradi. Sizga yangi topshiriq keldi. Va Telegram aslida juda chalg'ituvchi platformaligi sabab biz tikkonchaning ichida
xavfsiz va qulay muloqot tizimini joriy qilganmiz. Va farzandlarining kelajagi haqida chuqur qayg'uradigan ota-onalar uchun eksklyuziv funksiyalar qo'shganmiz. Misol uchun, farzandingizni faqat maktabda emas, balki uyingizda yoki o'quv markazida ham chalg'ituvchi ilovalardan himoyalasangiz bo'ladi. Va vaqt bo'yicha ham, misol uchun, uyqu vaqti kechqurun 10 dan keyin ushbu ilovalar cheklansin deyishingiz mumkin. Yokida ishlatish bo'yicha limitlar qo'yishingiz bo'ladi. Misol uchun, kuniga maksimum 1 soat Telegram va Instagram ishlatish mumkin. Cheklovlarni maksimum kustomizatsiya, ya'ni o'zingizga moslasangiz bo'ladi. Bundan tashqari, bilimdon sun'iy intellektimizdan kunlik va haftalik tahlillar va eng asosiy funksiyalarimizdan biri joylashuv nazorati. Siz farzandingizni lokatsiyasini xohlagan vaqtda ilovamizga kirib, kartani tanlab, bemalol ko'raverasiz. Aytgancha, bunday funksiyalar o'quvchi ilovasida tiqilib yotibdi. O'yinlar ham bor, kitoblar ham bor. Pomodoro, ya'ni vaqt menejmenti, finansiy menejment, barcha eksklyuziv funksiyalarimiz Tikoncha Plus obunasining ichida oyiga atigi 24 ming so'm evaziga sizga taqdim qilinadi. Lekin bir narsani tushunishingizni xohlayman. Tikoncha Plus bu shunchaki obuna emas. Bu o'zbekistonlik yoshlarning kelajagiga to'g'ridan to'g'ri kiritilgan sarmoya. Bunga men Tikoncha va New Edu kompaniyasining rahbari sifatida javob beraman. Chunki to'plangan mablag'lar evaziga birinchidan ushbu xonada o'tiradigan mutaxassislarning maoshini to'laymiz. Ikkinchidan boshqa ta'limga oid innovatsion yechimlarimizni ham ishlab chiqishni boshlaymiz. Misol uchun, maktabdan tayyorlantirib, universitetlarga kirishgacha yordam beradigan tizimlar, IELTS va SAT imtihonlariga tayyorgarlik ko'rish uchun platformalar, kitobxonlikni orqaga qaytarish uchun innovatsion tizimlar ishlab chiqamiz. Sizlarga esa bir sovg'am bor. Andijondagi Tikoncha Plusga obuna bo'lmoqchi bo'lgan birinchi 1000 nafar ota-onalar uchun 50% lik chegirma taqdim qilaman. U chegirmani olish uchun ushbu oynada Tikoncha Plusni olmoqchi bo'lganingizda promokodga start 1000 so'zini yozasiz. Mana ushbu promokod. O'shani yozsangiz 50% chegirma bilan yillik obunamizni sotib ola olasiz. Tikonchani hoziroq o'rnatib ko'ring. Hech bo'lmasa andijonlik o'g'lonlarimizning qo'lidan nima kelishini ko'rib olasiz. Agar savollaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, ushbu nomer yoki Telegram akkauntiga yozishingiz mumkin. Sog' bo'ling.